Assalomu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz sarf darsimizning 19-darsini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda mushtaq ismlar bilan tanishib bo'ldik. Endi biz bugun mutamakkin ismning 3-taqsimoti bo'lgan muzakkar va muannas haqida to'xtalamiz. Muzakkar va muannas ism. Endi bilamiz, arab tilida muzakkar va muannas deb ismlar ikki turga ayriladi. Muzakkar ya'ni erlik va ayollik ismlar deb. Buni ayrışda o hayvan yoki odam bo'lib qolsa uning jinsi qarab ayrıydi. Erkekini muzakkar, kisini muannas deb. Narskira ko'p qolsa, narskira ko'p qolsa, oxirdagi ayollikning alomati, ya'ni ta'sga qarab turib, ayollikning alomati bo'lsa, soatun, sahifatun degan o'xshagan ayollik qism ekan deymiz. Ayollikning alomati yo'q, babun, kitobun, qalamun degan o'xshagan ismlar bo'lib qolsa, buni biz muzakkar ekan deymiz. Yana ayollarning ismi, lekin uningda ayollikning alomati yo'q ismlar bor. Masalan, Maryam, Zaynab, Suad, Hindun deganga o'xshagan. Buni oxirida ayollikning alomati bo'lgan kichik ta va undan boshqa alomatlar yo'q. Buni nima deymiz? Muannas deymiz. Endi biz mushu nuqtalardan muzakkar muannasni turga ayiramiz. Bugungi darsimiz mana mushu haqida so'zlaydi. Bismillahirrohmanirrohim. At-taqsimu thalith lil ism. Ismning 3-taqsimoti al-muzakkar wal muannas. Muzakkar va muannas. Muzakkar ya'ni erlik ism ikki turlik bo'ladi deydi. Nav'an ikki turlik bo'ladi. U qaysi deganda muzakkar haqiqiy. Endi muzakkar haqiqiy degan nima deganda men bayatni tushuntirgandek, u insonlar yoki hayvonlarning erkini bildiradigan ism. Deydi muzakkar haqiqiy deganimiz al-ismu dal ala muzakkar min ajnasin nasi wal hayvan. İnsan ve hayvanlarning jinslaridan muzakkarga dalolat qilgan ism muzakkar haqiqiy bo'ladi. Masalan, Muhammad, G'ulamun, Ibnun deganga o'xshagan. Bu insonlarning ichida nimasi? Erkak va hayvonlarning ichida erkaklarning ismlariga muzakkar haqiqiy qo'llanadi. Unda biz muzakkar majoziy degan nima deganda, muzakkar majoziy deganimiz al-ashya'u allati laysa fiha muzakkar va muannas فبعضها يعامل مثل المذكر الحقيقي deydi. Yani onunda muzakkar ve muannas bo'lmagan narsalar. Uning ba'zisi haqiqiy muzakkardek muomala qilinadi deydi. Qanday ismlar? Unda ayollikning alomati bo'lmagan narsa keraklarning ismlari. Masalan, babun, kitobun deganga o'xshagan. Buni biz erlik, muzakkar ism deymiz, lekin haqiqiy erlikmi? Yo'q, majoziy erlik. Ko'chma ma'noda qo'llanadigan erlik. Ammo bularga o'xshash muzakkar haqiqiy muomala qilgandek muomala qilamiz. Masalan, hada babun deymiz. Hadihi demaymiz. Endi muannas bo'lsa, val muannas arba'atu anwa. Muannas 4 turlik. Birisi muannas haqiqiy, ya'ni haqiqiy muannas insonlar va hayvonlar ichidan ayollari. Deydi muannas haqiqiy al-ismu dal ala muannas min ajnasin nasi wal hayvan. İnsan ve hayvanlar cinslerinden muannaska dalalat qilgan ism Fatima, Jariya, bint deganga o'xshagan. Muannas majozi degancha desa, dal muzakkar majoziga o'xshash al-ashya'u allati laysa fiha muzakkar va muannas fa ba'daha yu'amilu mithl muannas al-haqiqiy. Hamda uningda er ayollik bo'lmagan narsalar, ularning ba'zisi haqiqiy muannasdek muomala qilinadi. Qandaqlari shu haqiqiy muannasdek muomala qilinganlari oxirida ayollikning alomati bo'lgan sahifatun, waridatun deganga o'xshagan. Undan boshqa bu alomat bo'lmagan ba'zi ismlar uchun shunday muomala qilinadi. Masalan, shamsun, tala'at shamsu deymiz. Ayollik bo'yicha muomala qilinadi. Hadihi shamsun deymiz masalan. Uchinchisi muannas ma'naviy. Muannas ma'naviy degan qaysi deganda al-muannasul khali min ihda alamat at-ta'nis. Ta'nisning alomatlarining biridan xoli bo'lgan muannas. Buni muannas ma'naviy deb atsak ham bo'ladi yoki muannas ma'naviy va haqiqiy deb ikki ismlar atsak ham bo'ladi. Chunki bu haqiqiy muannas ham ma'naviy muannas. Bu Suad ayollarning ismi, Zaynab ayollarning ismi, Maryam ayollarning ismi, lekin bunda ayollarning nimasi yo'q, alomati yo'q. Muannas lafziy degancha desa, to'rtinchisi muannas lafziy degancha desa, bu erlarning ismi, lekin bunda ayollikning alomati bor. Ya qisqartirilgan keyin alif ba yoki hamza va yoki kichik ta va. Bu uch dona ayollikning alomatining birisi bo'lgan ism. Deydi, kullu ismin fihi ta, ya'ni qisqartirilgan alif va
Hamzin demakchi oxirdagi. İhda alamat ta'nis, yani ayollikning alomatlaridan bir bo'lgan, mush 3 alomatninki birisi bo'lgan va yadullu ala muzakkar va muzakkar qanday qilinadigan dalolat qilgan ism. Masalan, al-kufurra desam, buni ra kichikdan ba, kichiksiz yava. Talhatun oxirdan ba ayollikning ta'siva. Hamzatun, lekin bu nimaning ismi? Erning ismi. Zakariya bunda mamdud bo'lgandan ba hamza aliful mamdudu va demak bu mu ayollikning alomati. Ammo o Zakariya olsun, Talha olsun, Hamza olsun, Kufra olsun hammasi nima? Muzakkar erlarning ismlari. Mana bu shunday erlarning ismi lekin uni ayollikning alomati bo'lib qolsa biz buni muannas lafzi deb ataymiz. Bu lafzi ko'rinish jihatdan muannas ism deb ataymiz. Ammo buni muomala qilganda erlarga muomala qilgandek muomala qilamiz. Endi arab tilida ba'zi ismlar bor. Hem erler boyunca muamele kılınadigan, hem ayollar boyunca ikkili xilcha muamele kılınadigan. Buni ikkili xil muamele qilsak to'g'ri. Masalan, tariq degan gapga ikki xil muamele qiladi. Deydi tanbih, ogohlantirish. Va nulahiz anna ba'd al-asma' yuzakkar wa yu'annas deydi. Endi ba'zi ismlar erlik va ayollik qilinadi. Masalan, at-tariq, suq, zira', khamr. Fatasihhu fiha al-muamilatan. Unda ikki xil muamele to'g'ri. Shuning uchun deysiz هذا الطريق واسع دسكن بلودو ألك بونش معاملة قلب وهذه الطريق واسعة دب أيلك بونش معاملة قصق مشو توغرا أنت شنو دك بس الله واربط الله أيلكنا علامتها لكن إعلان مشو أسشي قالدغان دايدو كما يلاحظ أن بعض الأسماء يحمل علامة التأنيث ويطلق على كل من الجنسين دايدو شنو دك بس الله أيلكنا علامتını kötürüvagan yani ayollikning alomati va jinslarda ikkilisi cho'q qo'lindi. Masalan, hayyatun, yilon degan gap. Hayyatun. Oxir nima va ayollikning alomati va. Ammo bu yilon bilan qartiladi desa, yo'q. Umumiy yilon qartiladi. Shatun, qo'y. Buning oxirida ayollikning ta'siri va. Bu kishi qo'y bilan qartiladi, yo'q. Bu erkakchi ha o'rtoq hamma qo'yguchi ishlatiladi deymiz. Endi buni yig'inchoqlab olsak, ism ikki turlik bo'ladi. Birinchisi muzakkar. Muzakkar haqiqiy o inson va hayvonlarning ichidan erlarga dalolat qilgan ism Muhammad G'ulamun ibn deganga o'xshagan. Ikkinchisi majoziy. O uningda er va ayol bo'lmagan, ammo ayollikning alomati bo'lmagan ismlar uningga muzakkar haqiqiy o'xshash uchun muomala qilinadi. Xuddi babun, kitobun deganga o'xshagan. Ikkinchisi muannas bu turlik bo'ladi. Birinchisi haqiqiy. Bu inson va hayvonlarning jinslaridan ayollarga dalolat qilgan ism. Masalan, Fatima, Jariya, bint deganga o'xshagan. Ikkinchisi ma'naviy, u xuddi erlarning ismiga o'xshash, ayollikning alomati yo'q, ammo ayollarning ismi bo'lgan ismlar, xuddi Suat, Zaynab deganga o'xshagan. Muannas lafzi deganimiz u erlarning ismi, lekin uning ayollikning ismi va alomati va masalan Talha, Hamza deganga o'xshagan. Majoziy deganimiz uningda muannas majoziy deganimiz uningda er ayol yo'q, lekin ayollikning nimasi va alomati va xuddi sahifatun, wardatun deganga o'xshagan. Mushunda qismlarni biz deymiz muannas majoziy deymiz. Bu bugungi darsimizning birinchi mazmuni, hamda bugungi darsimizning ikkinchi mazmuni at-taqsim ar-rabi' lil-ism. Mutamakkin ismning 4-chi qatimliq bo'linishi. Yanqasimu al-ism ila bi'atibar halfihi al-akhir manqus, maqsur, mamdud, sahih. Endi ism oxirgi harf e'tibori bo'yicha 4 qismga bo'linadi. Birinchisi manqus ism. Birinchisi nima? Manqus ism. Ya'ni oxirida sabit turadigan, davom turadigan yovg'a ismlarni biz deymiz, manqus deymiz. Qodi, muhami deganga o'xshagan. Ikkinchisi maqsur ism. Oxirida sabit turadigan alif bo'lgan ism. Asa, fata deganga o'xshagan. Uchinchisi mamdud ism. Oxirida nima bo'lgan? Hamza sabit turadigan alifdan keyin keladigan hamza o'g'ini sahro, hamra deganga o'xshagan. To'rtinchisi sahih ism. Oxirida yuqoridagi ahvolning hech qaysi bo'lmagan normal ism. Yanqasimu al-ism ila bi'atibar harfihi al-akhir manqus, maqsur, mamdud va sahih deydi. Birinchisi al-ismul manqus. Manqus ism huwa ismun yantahi bi ya'in zaida maksurun ma qablaha deydi. Manqus ism degan nima unda bo'lsa deganda, manqus ism deganimiz u oxirida ya bilan oyoqlashadigan. Oxirisi ortiq nima? Ortiq ya degani davom turadigan ya bilan qana qilgan oyoqlashadigan
u ya'dan ilgirki harf nima qilgan? Zir qilgan ismlar nima bo'ladi? Manqus ism bo'ladi. Masalan, madi, qadi, muhami, mutaaddi deganga o'xshagan. Qadi, mutaaddi. Ismul maqsur degan joy desa, u oxiri alif bilan qisqartilma doim turadigan alif bilan oyoqlashadigan o alifning ilgirki narsani nima qilgan? Zir qilgan. Mayli u alif maqsur qisqartilma bo'lsin yoki uzun alif bo'lsin. Masalan, fata qisqartilma alif, aso uzun alif. Qanday alif bo'lsin? Ismul mamdud. Mamdud ismi qanday ism deganda, u oxirida hamza bo'lgan. U hamza nimadan keyin kelgan? Alifga yondashib kelgan. Deydi, "Val ismul mu'rabul ladzi akhiruhu hamzatun tala alifan zaida." Artıq alifga yondashib kelgan, oxirida hamza bo'lgan ism. Masalan, hamro, sahro, bino deganga o'xshagan. Say ism cho'za huval ismu alladhi takunu jami'u hurufi al-asliya sahiha. O harflarning hammasi say bo'lgan ism. Ya'ni normal yuqoridagi ahvollarning hech qaysi bo'lmagan ism. Masalan, jidarun, ahmadun, qalamun, kitobun deganga o'xshagan. Biz bu mazmunlarni durustlikda o'rganib bo'lgan. Endi bu yerda ixchamlasak, ismning turlari birinchisi manqus, u oxirida sabit ya bo'lgan, u yerdan ilgirki narsani nima qilgan? Zir qilgan ism, qadi, ra'i deganga o'xshagan. Ikkinchisi maqsur, u oxirida sabit alif bo'lgan ism, asa, musa deganga o'xshagan. Mamdud, mamdud u ism mu'rab bo'lib, oxirida ortiqni bo'lgan alif bo'lgan va uning beshida hamza bo'lgan. Sahro, oxirida hamza va hamza nimaga yondashib kelgan? Alifga yondashib kelgan. O sahih ism yuqoridagi ahvollar. Ya'ni uni oxirida harf illat va la mamdud bo'lmagan. Masalan, kitobun, qalamun, rajulun, imro'atun deganga o'xshagan. Unda bo'lsa vaqtdoshlar, bugungi darsimiz mush yerda oyoqlashdi. Kelarki soatlik darsimizga ko'rishaylik. Assalomu alaykum.